Assalomu alaykum mening hurmatli o'quvchilarim. Bugun sizlar bilan ID olishni o'rganamiz. Buning uchun sizlarga ssilka tashlab qo'yaman. O'sha bo'yicha kiramiz. Mana bunga kiramiz va start bosamiz. Va assalomu alaykum. Shinbayko Kargoga xush kelibsiz. Kerakli bo'limni tanlang deydi. Bizga ID raqam kerak. ID raqam bosamiz va bizga video qo'llanma tashlagan, uni ko'rib chiqamiz va ro'yxatdan o'tish uchun kerakli bo'lgan ism familiyani kiritamiz. Bu yerda bizga ro'yxatdan o'tish uchun shartlar berilgan. Buni o'qib chiqamiz. Video qo'llanmani ham albatta ko'rib chiqamiz. Va ism familiyani kiritamiz. Telefon raqamini kiritamiz. Yashash manzilingizni kiritamiz. Yashash viloyatingizni tanlang deydi. Qo'shimcha telefon raqam so'rayapti. Jo'natamiz va sizga raqamni jo'natdi. Endi kerakli bo'limni tanlaysiz. Va biz adres kiritishni bosamiz. Ko'rib turganimizdek, bizga ID raqam berildi. Endi buni Taobao kiritishni o'rganamiz. ID kodni olib, post kod berilgan, uni ko'ramiz va video qo'llanma bor, buni ko'rib chiqamiz va biz uni kopirovat qilib olamiz. Mana kopirovat qilib oldik va Taobaoga o'tamiz. Va mening Taobao belgisi ustiga bosamiz. Tepadagi nastroyka belgisiga kiramiz. Va birinchidagi turgan yozuvga kiramiz. Menda manzil kiritilganligi sababli manzil ko'rinib turibdi, sizlarda ko'rinib turmaydi, chunki birinchi marta kirityapsizlar. Plus belgisini bosamiz. Va oranjiy yozuv ustiga bosamiz. Mana manzilni deyarli kiritib bo'ldi. Endi tepadagi turgan birinchi yozuvni kopirovat qilib olamiz. Va bu yerga kiritamiz. Post kod so'rayapti. Ya'ni buni 322 3.0. Buni kiritamiz va tepadagi dumaloqni belgilaymiz. Va oranjiy yozuv ustiga bosamiz. Manzil kiritildi.